Men Nodir akamga kelishimdan oldin burnimda har xil bitishlar, keyin shamollash bo'lmasa ham nafas olishga qiynalishlar bo'luvdi. Nodir akamga kelgandan keyin operatsiya qildilar. Burun yo'llari to'siqlarini to'g'irlab, hozir rezultat zo'r. Nafas olishim ancha yengil, ravon. Nodir akamga rahmat. Bu bemorimizda 2 hafta oldin septa 2 tomonlama gaymarotomiya operatsiyasini bajarganmiz. Bunda ikkita tomonda fontanella bor edi, ya'ni noodatiy teshiklar. O'zini tabiiy yo'li bilan birlashtirib qo'yganmiz va yiringlarni tortib olganmiz. Mana operatsiyadan keyingi bir haftadan keyingi holati. Burnidagi splintlarni oldik. Burun to'sig'ini ham tekislab olganmiz bu bolada. To'siqlar tep-tekis, halqumlarigacha ko'rinib turibdi. Mana ikkinchi tarafi, bu yoq ham to'sig'i tep-tekis, halqumlari ko'rinib turibdi. Bu yoqda kamera bo'shliqlarini ochib qo'yganmiz. Bo'shliqlar ochiq, o'zini funksiyasini bajarib turibdi. Hammasi yaxshi, alhamdulillah. Nafas yo'llari ham ochildi, nafasi ham tiklandi. Burningdan nafas olib ko'rchi. Qanaqa o'zgarish bor? Zo'r, ancha o'zgarish bor.